Ramazon oyi bu 4 zikrni aytishni aslo unutmang. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bizlarga bu 4 zikrni tavsiya qilganlar. Hatto Alloh rozi bo'ladigan zikrlar deya ta'kidlanadi. Bu zikrlardan birinchisi kalima-i tavhid, ya'ni la ilaha illalloh. Ikkinchisi bo'lsa astag'firulloh zikri. Astag'firulloh allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh. Uchinchi zikrimiz Allohdan jannat so'rash zikri. Allohumma inni as'alukal janna. To'rtinchisi esa jahannamdan saqlanish zikri va a'udhu bika minan nar. Bu zikrlar shu sanoqlarda o'qilishi tavsiya qilinadi. 33 marta kalima-i tavhid, 100 marotaba istig'for, 3 marta jannatni so'raymiz, 7 marotaba jahannamdan Allohdan panoh so'raymiz. Siz ham bu videoni, ya'ni ta'kidlagan zikrlarimizni sevganlaringizga yuboring va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bir sunnatini tiriltiring.